Assalomu alaykum hurmatli Qo'shchonor TV kanalining ashaddiy obunachilari. Sizlarni bugungi Qurbon hayit ayyomi bilan chin qalbimdan tabriklab qolaman. Barchalaring, oila a'zolaring baxtiga sog'-salomat bo'linglar. Kelgusi Qurbon hayit ayyomlarida ham shunday tabriklab, shunday yaxshi niyatlarda videorolik qilishligini nasib ro'zi aylagan bo'lsin. Hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'linglar, like bosinglar, bizning kanalni qo'llab-quvvatlab, podдержка qilinglar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Aziz do'stlar, men sizlarni hozir bir ishga taklif qilmoqchiman. Nijniy Novgorod shahrida tovuq fermada ish bor. Eshik 70 ming, 80 mingdan aylanadi boshida va undan keyin yana ishlab boraversangiz ko'tarilib boraveradi. Ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamiga bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Sizga bo'lgan tavsiyalarni berib o'tadi. Agar ish sizga ma'qul bo'lsa, bemalol ishlashingiz mumkin. Puliga men o'zim garantiya javob pulini naqma-naq sanab beradi oyma-oy. Va undan tashqari yana bitta joyda ish bor. U ishga ham mana shu raqamga telefon qilib bog'lanasiz. Panoramada ish bor. O'sha panoramga lekin объемga ishingizga qarab to'laydi. U ish haqida ham ma'lumot olishingiz mumkin. Jigarlar, bemalol telefon qilib ishga joylashing. Sog' bo'linglar.